Assalomu alaykum aziz Dizor kanali muxlislari, aziz bizni ko'rib kuzatib borayotgan obunachilar, hammalariga omonlik, sog'lik, tinchlik tilagan holatida bugun sizlar bilan diydorlashib turibman azizlar. Oilalaringiz tinchmi? Aziz ota-onalarim, qalbi quyoshlar, mehri daryolar, barcha sog' salomat bo'lsinlar. Azizlarim, haqiqatdan ham men ham hozir kanalga kirishga vaqt topolmay qolyapman. Imkon darajada harakat qilganim bilan hozir ancha jiddiy masalalar bor, ishlar bilan avunib qoldim. Shunday desam, haftaga video tashlab turibman. Telegramga xabar yozyapti. Opajon, ko'rinmay qoldik, yaxshi niyatlardan mana shu keladigan har doimgi nimalardan tashlab borayotgandik, kuz faslarini, toklar nimalardan tashlab borayotganlarini aytibdilar. Mana azizlar, hammamizga mana shunday 5 kunlik dunyoda chiroyli niyatlar bilan ko'rishni Allohdan so'rab qolaman, nasib qilsin. Mana kuz fasli kelyapti, xazonlar yerga tushyapti. Hozir hamma joyda shipirib, terib, saranjon, sarishta qiladigan vaqtimiz bo'ldi. Qishdan hammamiz suvga kirib olamiz. Mana plitalarning oldida, taplinalar oldida, issiq pechkalarning oldiga o'tirib olib, qishdan chiqishga harakat qilamiz. Hozir kuz fasli. Nimani bo'lsa ham yig'ib yig'ishtirsangiz, o'shani ertaga rohatini ko'raman deymiz. Toklarni ko'mish vaqti keldi. Mana daraxtlarning tagini kavlab, ularga mineral o'g'itlarni berish vaqti keldi. Gullarni ham yig'ib yig'ishtirgan vaqtlari keldi, azizlar. Men ham juda gulga qiziqaman. Chiroyli gullarimni endi hozir 2 to'pini olib nimalarga, tuvaklarga o'rnatdim. Ularni ichkariga qishda saqlayman deb niyat qilib, sizlarga ham hozir 2 gulimni ko'rsatib o'taman. Qani shular nasib bo'lsa, qishdan eson omon chiqarib olsam, yutuq meniki bo'ladi. Chunki qishda ham bilib bo'lmaydi, bir xil vaqt sovuq keladi, azizlar. Mana chiroyli gullar bularni agar olib qo'yib tuvaklarga joylashtirdim, mana ko'ryapsiz. Chiroyli bir dasta gul. Endi bular qish fasli ham mana shunday ichkariga qo'yib ochilib turadi. Mana bularni o'rnatdim. Mana hozir tuvaklarga ko'chirib oldim. Mana bularni saqlaymiz deb niyat qilib o'tiribman. Taklari manaki shunday chiroyli, yaqinda 3-4 kun bo'ldi olganimga. Endi tashqaridagi gullardan ko'ra ochilganlar hozir bundan 3 to'p bor, bundan 2 to'p bor. Bularni endi joylashtiraman. Hozir mana shu yerda bularni ichkariga olyapman. Agar o'zlaringizda bo'lsa ham qishga asrayman desangiz, o'zingizga qo'ysangiz, uyda ichida ham chiroylikgina turaveradi. Mana dastlab ochilib turaveradi. Mana ochilib chiroyli bo'lib bir sizga bir bahoriy baxsh etadi, sizga chiroyli narsalarni sizga hadya etadi bu gullar. Mana azizlar, hammalaringizga omonlik, sog'lik tilayman. Mana shu gul kabi ochilib yurishlaringizni Allohdan so'rab qolaman. Tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Hadi men mana shu toklarni ham tushirib boryapmiz. Bularni ham ko'mib, taklariga mineral o'g'itlarni berib borsak, erta bahorda hosilini ko'ramiz. Bularni gullar vaqtida bitab uzumlarini olishga harakat qilamiz. Bundan keyin ham oldin mana shu uzumlardan aytganlaringizni tashab, olmalardan tashab borganman. Hozir endi gul vaqtini yig'ishtira olaman deb mana gullar olganimizni ko'rsatyapman. Hammalaringizga omonlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishdi. Sizni bizga Alloh nasib etsin.